taqiq bor joyda, zulm bor joyda va narigi tomon baribir kurashayotganligini sezib tursa, o'sha zolim so'zgacha keladi. Lekin so'z bilan boshlamaydi deb o'ylamoqchiman. Misol uchun Oybek domla she'rlarini agar o'qiladigan bo'lsa, juda ko'p narsani o'sha paytdagi 50-60-yildagi shoirlarimiz bizda emas, butun sobiq ittifoqda katta bir janrdagi tabiat bilan tasvirlaydigan darajadagi adiblar, shoirlar yetishib chiqqanda, asarlar ham shunaqa bo'lib ketgan. Chunki tazyiqni oqibati deb o'ylayman. Odam battar yana katta boraveradi. U so'zda ham bor, misol uchun o'sha she'rdor tarixida bitta suratda ifoda etish orqali ham, misol uchun anaqa yo'lbarsni nigohida, she'rni nigohida kiyik ko'zi bo'ladi-yu she'rdor madrasasida. Bu juda ko'p narsani bildirganda, muallif qochgan kerak.